Hello do'stlar, sizlar bilan men Shoh Gamer. Bugungi videomda sizlar bilan men qanaqa qilib Minecraft Pocket Edition, ya'ni bu versiyasi 0.14 versiya, ya'ni Craftsmanga o'xshaydigan. Короче, mana shunda qanaqa qilib sizlarga onlayn, ya'ni serverga kirib ularni o'ynashni ko'rsatib o'rgatib o'taman. Birinchi play tugmasini bosamiz. Mana keyin new degan mana kichkinagina tugmachasi bor o'zi. Xo'sh, mana shu hozir mana shu yerda o'zingizlar ham bilsanglar kerak bu qanaqa tugmaligini, ya'ni yangi volt yaratish tugmasi. O'shani bosamiz, keyin mana bu kichkinagina tugmachani bosamiz. Mana xuddi mana shuni bosamiz. Xo'sh, keyin buni bosganimizdan keyin name degan ism, keyin bu yerga qolgan bironta bir isminglarni yozasizlar. Masalan, server. Mana server deb yozamiz. Keyin bu yoqqa ip adres degan joyga xo'sh play, keyin pvp craft oxirida ru. Mana xuddi shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana boshqacha qilib yozib qo'ymanglar. Bu serverga bironta bir o'zingizlar xohlagan nominglarni yozishingiz mumkin. Короче, shunday. Keyin bu port degan joyga tegmaysizlar hozircha. Keyin add server qilamiz, keyin create vault qilamiz. Mana o'zi mana shunday joyda paydo bo'ladi birinchi. Cho'llar ham bor ekan. Короче, keyin marsga keyin quito title degan joyga bosamiz. Yani chiqib ketamiz, menyuga chiqamiz. Menyu mana do'stlar, ko'rib turganingizdek mana chiqdi. Mana chiqqandan keyin o'shaning ustiga bir marta bosamiz. Mana hozir kirish kerak. Mana kirdi. Mana kirgandan keyin birinchi mana shu open chat chiqamiz, keyin mana shu yerga register deb yozamiz, keyin 098 keyin mana shunday yozuv chiqadi. Keyin bu yerga login 098 qilamiz. Mana keyin bizning akkauntimiz yoziladi. Mana shuncha odam, chiroyli ekan. Короче, mana bu yerda juda ko'p odamlar bor serverda. Mana keyin bu yerda har xil mana bunday joylar ham bor. Mana ya'ni o'zini mapslari, joylari xuddi mana shunday bo'ladi. Keyin hozir birontasiga bosamiz. Mana o'zi mana shu yerda odamlar bor ekan. Menimcha boshlandi. Keyin mana bu Skywars'ni ip adresi bo'ladi. Короче, do'stlar, bu Skywars'ni ip adresida endi Bedwars'ga uzr do'stlar, endi Bedwars'ga kirib ko'ramiz. Mana yana xuddi o'shanaqa joyga yozamiz. Server. Mana xuddi shunday. Keyin play pvp craft ru. Mana xuddi shunday yozamiz. Keyin bu yerga 32 emas, 36 qilamiz. Add server create new vault. Yana xuddi boyagidek joyda paydo bo'ladi. Keyin chiqamiz tashqariga. Chiqib mana qaraymiz. Mana Bedwars. Bedwars ikkitami? Yo'q, bitta ekan. Короче, mana shu Bedwars hisoblanadi. Endi bunga ham kirib ko'ramiz. Xo'sh. Bunda ham juda ham ko'p joylar bo'lish kerak. Mana kirdi. Xo'sh. Короче, bu yerda ham xuddi boyagidek narsani yozamiz. Ya'ni register 098, keyin login 098. Короче, shunaqa qilib yozamiz. Keyin mana bu yerda juda ham ko'p joylar, mana qizil joyi ko'rib turganingizdek, mana xuddi mana shunaqa qizil joydan agar o'tsanglar, mana mana u ham meni skinsimda ekan. Mana bu yerda odamlar ursa bo'ladi-da, mana shunday qilib mana ur. Yo'qqa, yoqqa, mana sen urib o'ldirib tashlayman. Men sizga nima qildim? Короче, do'stlar, yaramaч. Bari.
Ana xuddi mana shunaqa qilib har xil serverlarni yozsanglar bo'ladi. Yana xuddi o'sha port degan joyga 36 emas, 33, 30, 31 deb yozsanglar har xil serverlar kelib chiqadi. Manaqa yana bu shu bilan chegaralanib qolmaydi-da. Yana mana shu yerda bo'lishi kerak edi. Bu yerda g'iybat ketyapti. Mana, mana. Bu yer anaqada nima edi? Parkur. Hozir parkur qilib ko'ramiz. Tak. Mana birinchisidan o'xshadi do'stlar. Tak, endi ikkinchisi. Mana ikkinchisi ham o'xshayapti. Uchinchisi, hoppa, mana yaxshi. Keyin so'nggi. Voy. Hoppa. Shu o'xshamay qoldi. Qarachi do'stlar, xuddi mana shunday qilib ulanib o'ynasanglar bo'ladi serverga. Bunda har xil portlardan har xillarni yozsanglar bo'ladi. Agar do'stlar videom yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan keyingi videolarim nima haqida bo'lishini esa o'zingizlarning kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Shoh Gamer bo'ldim.